Pul və özün bağışlaş haqqında yeni yıllık oylanish. Abduri Bilgecan. Qadirlik o'qirmanlar, tingjarman do'stlar. Yaxshi tirdinglarmi? Koni yilni uzitib, yangi yilni kutilish arafasida qo'limga qalam ilib sizlarga salom yo'llab o'ltiribdiman. Yangi yilda har biringlarga suygan kishilaringlar bilan didorlashish va jam bo'lishni, teninglarning davomliq salomat turishi yoki salomatliginglarning asli kelishini, yangi yilda hayotinglarga ta'sir qiladigan kitob va kishilar bilan ko'proq uchrashishni, aktiv energiya degan so'z va shundoq to'g'laydiganlardan yiroq turib, hayotinglarning yolg'iz qolgandimi kulaydigan bir yangi sahifaga qadam qo'yishini tilayman. Yana ko'proq pul tepishinglarni emas, ko'proq boshqalarga beg'ishlashinglarni, hayotinglarda nimaning muhimligini to'nib yetib, ko'pik va saxtalik ichida yashashdan qutulishinglarni, bu bir yilinglarning boshqalarga cho'qinish va havas qilish bilan emas, balki o'zinglarning kimligini haqiqiy to'nib, yangi qimmat yaratib, haqiqiy xush ta'sir kishiga aylanishinglarni tilayman. Eng muhimi, yolg'on va yolg'onchilik, saxtalik va saxtapazlar hamma yerni qoplagan mushu kunlarda haqiqat ko'zinglarni yoritishini chin dilimdan tilayman. Yangi bir yilga qadam qo'yish oldida hammamiz o'tgan bir yilimizdagi muhim ishlarni esga olamiz va keyingi yildagi planlarimizni tuzamiz. Undaqda siz o'tgan bir yilda ahamiyatli bir yilni yashadingizmi? Agar sizlar qo'rqmay, ha deb javob bera olsanglar, sizlarni tabriklayman. Mendan so'rsanglar, o'tgan bir yilni xulosalasam, hayotga yangi umid va ishonch bilan qarab, botirlarcha yashashga qaror qilalig'ini. Bir qancha yangi haqiqiy do'stlar bilan tanishib, koni do'stlarim bilan aloqamni kuchaytirishim. Ko'p pul topmagan bo'lsam-mo, o'zimdagi bilim ko'lchikidan bir qo'shiq bo'lsa-mo, o'zim yaxshi ko'radigan insonlar, yana sizlardek o'qirmanlarga sunalganimni bu yildagi eng ahamiyatli ishlardan deb o'ylayman. Shu jarayonda men nurg'ulg'an men bilan bir yo'ldagi esil do'stlar bilan tanishdim. Ular mening hayotimdagi muhim boyliqlarimdan bo'lib qoldi. Hayotimdagi eng muhim kishilarning biri bo'lgan marhum doktor yetakchim professor Steven Ford ilgari menga mundaq degan edi. Angla yosh yigit. Dunyoda odamlar faqat ikki xil bo'ladi. Biri nodon kishilar, ikkinchisi dono kishilar. Agar sen dunyoda xushal yashmoqchi bo'lsang, oldingi xildagi kishilardan yiroq turgin. Keyingi xildagilarga bo'lsa, qancha yaqinlasha olsang, shuncha yaqinlashqin. Bilginki, nurg'ulg'anlarning, kishilarning terisining rangi, davlati, kelib chiqishi va yoki allaqanday ijtimoiy o'lchamlar bilan ayirishi butunlay nodonlikning ifodasidir. O'z vaqtida uning so'zini mundaqla anglab qo'yib ekanman. Yillarning o'tishi bilan bu marhum ustozimning so'zlarining naqadar to'g'riligini hayot tajribalarimda qayta-qayta his qildim. Bu ustozimni cho'nqur seg'inish ichida aslash bilan birga o'tgan bir yilda bizdan vaqtsiz ayrilgan dono kishilarni yodimga olmay tura olmadim. Aniqki, biz donolarning donoligini ular o'lib ketgandan keyin texmi cho'nqur his qilamiz va ular qalbimizda mangu yashaydi. Ming yillardan keyinmi qalbimizdan o'chib ketmagan shu ulug' kishilarning nomlari buning to'g'riligini bizga to'nilib turadi albatta. O'tgan bir yil men uchun har holda ma'nilik bir yil bo'ldi deb o'ylayman. Shundaqdimi, men kelayotgan bu yangi yilda texmi ahamiyatli yashay olsam degan armondaman. Yaxshi bir boshlanish, yaxshi bir plandan keladi. Plan tuzish odam bo'lish sifatimiz bilan boshqa jonliqlardan farqlanib turadigan alohidligimiz deydi ba'zi mutafakkirlar. Ammo bu so'zning to'g'ri emasligini bioximiya professorim Peterning og'zidan tunji qatim anglagan edim. U bakteriyaning metabolizmi haqida bir qatimliq darsni so'zlayotganida mundaq degan edi.
Bakteriya bir taq hüceyrəlik canlıq. Ularda meni tügül, birər nerv hüceyrəsimi mövcud emas. Şundaq turuqluq, bakteriyaning ma'lum qilmishlari ularning atisi uchun tayyorlik ko'rayotganligini isbotlaydi. Lekin 86 milliard nerv hujayrasidan tuzilgan odam miyasiga ega bo'lgan nurg'un kishilarning atisi uchun plan tuzmasligiga qarab aqlim hayron. Shundaq. Miyamiz bizning eng chong boyligimiz. Kishilar eng sab tuyg'ularni yurakdan chiqadi deb o'ylashga odatlangan. Ammo barliq tuyg'ularimiz amaliyotda miyamizning mahsulotidir. Men yaqinda odam miya raki hujayralarini indoksiyalab, nerv hujayrasiga aylantirgan bir tajriba ishlayotgan edim. Hisoblab baxsam, bu jarayonda ishlatilgan bir dorining 1 gramining bahosi 30 million dollarga to'xtaydi ekan. Bir quramiga yetgan inson miyasi o'rtacha 86 milliard pishib etilgan miya hujayrasiga ega bo'ladi. Demak, miyamiz to'liq qimmatli. Shuncha qimmat pulliq narsani joyiga ishlatmay, isrof qilish naqadar afsuslanarli ish deb o'ylab qolaman ba'zida. Yangi yillik planlarimni tuzish haqida o'ylashqali menga xeyli oson bo'lib qoldi. Ammo mana bugun rasmiy planlarim yo'riqlikqa chiqdi. Nima uchun shuncha vaqtgacha plan tuzib bo'la olmadingiz demsiz? Chunki necha oydan beri kalamga kirib olgan bir necha savolga javob topa olmay qiynalib ketgan edim. Hammaylar qachon o'lib ketishimizni bilmaymiz. Hatto at o'lib ketishimiz mumkin. Shundaq turuqliq kishilar nima uchun hadislar pul uchun boshqa turadi? Nima uchun hamma odam pul tepib boy bo'lish qo'yiga tushadi? Hatto nurg'unlar oson yo'l bilan pul tepishni o'rgatib qo'yuvchi atalmish muvaffaqiyatshunoslar miya haqida hech nima bilmay turib, o'ng miyamizni ichib, bizni aqlli qilib etadigan yolg'onchilarning oldin xaltasiga shuncha oson tushib ketadi. Nima uchun bilimning qimmati, kishining qimmatini pul bilan o'lchaydigan tetiqsiz qarash shuncha umumlashib ketadi? Biz nimishqa pulli deb o'zimizni beg'ishlash haqida o'ylab ko'rmaymiz. Amaliyotda bizning boyligimiz hargizmi oz emas. Hammamizning shuncha go'zal tuzilish va ajoyib mo'jizlarga to'lgan o'rganish va o'zini yangilash hamda uzluksiz o'zini yaxshilash iqtidoriga to'g'ri ega bo'lgan miyamiz bor. Ba'zilar o'ylagandek pul xushalliqning haqiqiy manbasi emas. Kishilar haqiqiy xushalliqning nima ekanligini bilolmay qo'ymoqib qolganda, ana shundoq dabdabali gaplar bilan kishilarning kallasini yuydiganlarga fursat chiqadi ekan. Menimcha, men bu yilda dal o'rganishni o'zimga davomli bir nishon qilaman. Chunki o'rganish mangulik bir faoliyat. Biz mayli maqsadli holda qo'limizga kitob ilib o'rganish qilaylik va yoki angsiz holda atrofimizdagi muhitdan va kechirmishlarimizdan yangi narsalarni o'rganaylik, biz o'rganishdan hargiz saqlana olmaymiz. Muhimi bizning qaysi vaqtda qanchalik narsa o'rganishimiz va qanchalik yaxshi o'rganishimizda. Hayotimizda chiqargan qarorlarimizga qo'shilib, naq mushu jihatdagi farqimiz bizni kelgusida zo'r farqli kishilarga aylantiradi. O'rganish amaliyotda kishiga xushallik ilib keladigan bir ish. Chunki yangi bir narsa bilan uchrashganimizda miyamizdagi mukofot sistemasi qo'zg'alib, kishini xushal qilish va kishiga harakatlantirish kuch beg'ishlaydigan nerv ximiyalik moddasi dopamin ishlab chiqaradi va bizni xushal qiladi. Ammo biz o'rgangan bilimlar biz burun anglagan, bilgan, faqat 3 vaqt tomoq yesa qo'rsoq to'ydi degandek narsalar bo'lganida, buningda hech bir yangilik bo'lmag'achqa dopamin qo'yib berilmaydi. Davomli shunday ko'na va abjash gaplar bilan uchrashaversak, miyamizda xushallik hissiyotlari paydo bo'lishi tugul, o'rganishga qarta bezorlik tuyg'usi shakllanadi. Miyaning asli mohiyati yangilikqa intilishdir. Shunga biz aktivlik bilan yangi bilimlar bilan uchrashib turishimiz, yangi qarashlar, yangi fikrlar
bizning kallamizda o'ylab olganlarimizga jang e'lon qiladigan, xato ekanligimizni isbotlaydigan yangi ideyalar bilan uchrashib turishimiz bakmi zarur. Men bir meni tadqiqotchisi bo'lish suftim bilan meniga intayin qiziqaman. Şuna bu yeni bir yılda men eng yaxshi ko'radigan avtorlarning biri bo'lgan Stanford universitetining neurologiya olimi David Eagle'n 2020 yil e'lon qilish oldida turgan Hayot ulunshi nomli kitobni o'qish planim bor. Men uning ilgari e'lon qilgan kitoblaridan Maxfiy Menga va Fani dunyodagi hayotning 40 hikoyasi nomli kitoblarini zo'r qiziqish ichida o'qigan edim. Men uning yana Menga va Qilmish va Uydan qochgan jonliq turi qatorliq esil kitoblarni o'qib tugatishni planladim. Boshqa Nobel mukofoti sohibi Erik Kendall yozgan 2 parcha kitobni o'qish planimga kirgizdim. Bularning biri 2007 yil e'lon qilingan Asli meni izlash. Yangi fan ang ilmining borliqqa kelishi, yana bir bo'lsa 2018 yil e'lon qilingan Qalaymaqon ang. O'zgacha mengalar bizga nimani o'ytidi degan kitobdir. Menga oid kitoblardan boshqa men yana Hindistonlik tangliq ruhiyatshunos Sadhguru Jagi Vasudevi haqidagi tarjimahol xarakterlik asar faqat hayotla emas nomli kitobni o'qig'im bor. Men o'qimoqchi bo'lgan kitoblar bir qadar ko'p bo'lg'achqa sizlarni uzun tizimlik bilan zeriktirib qo'ymay. Ammo men cho'qim demsam bo'lmaydigan yana bir kitob bor. U bo'lsa-mu dal at o'lib ketishimiz mumkin bo'lgan hayot haqida bizni cho'nqur o'yga soladigan 37 yoshida vafot bo'lgan Stanford universitetining yosh nervi kasalliklari operatsiya doktori Paul Kalandi o'lib ketgandan keyin nashrdan chiqqan Nafas havoga aylanganda nomli kitobdir. Kitob amaliyotda keng ommaning o'qishi uchun yozilgan bo'lg'achqa kitobning ilmiylik darajasi normalda ilmiy maqolalardan tuban turdi. Shuni biz biror qarashning ilmiy yoki emasligini bilmoqchi bo'lganimizda kitobga emas, shu vaqtdagi ilmiy jurnallarda e'lon qilingan tadqiqot natijalariga murojaat qilishimiz kerak. Mening qilayotgan kasbim tadqiqotchilik bo'lg'achqa, albatta yilda necha yuz parcha, hatto ba'zida necha ming parcha ilmiy maqolalarni o'qib turaman. Ko'pincha kishilarga noma'lum bo'lgani ilmiy maqolalarda kuchli tanqidiy tafakkur asos qilinadi. Tanqidiy tafakkur hargizmi birovni yoki biror qarashni tanqidlash deganlik bo'lmasdan, balki ma'lum masalaga qarata gumontorlik nuqtasida turib, dastlab to'g'riligiga gumon qilish, ondan to'g'ri xatoligiga oid paket izlash, oxirida paket asosida aniq bir yakun chiqarishdan iborat ilmiy pozitsiyani ko'zda tutadi. Mening yangi yilgi yana bir planim dal tanqidiy tafakkur haqida kishilarimizga ozroq bo'lsa-mu bilim berish va kishilarning tanqidiy tafakkur usuli bo'yicha o'ylashiga yordamda bo'lishdan iborat. Tanqidiy tafakkur haqida murakkab gaplarni qilganning o'rniga bir misol olay. Nurg'un kishilar bilim qimmat yaratish kerak, bilimning yaratgan qimmati bilim yaratgan pul bilan o'lchanadi degan yakunga erishadi. Shu sabab hozir kichikgina bilim bor odamlar shu bilimni qanday qilib pul qilish ko'yida boshqa turishadi. Ammo nihoyat osondagi kishilarla qarshisidan chiqib o'ylab boqadi. Nima uchun bilimning qimmati pul bilan o'lchanishi kerak? Bu savolni qo'yganimizda nurg'un kishilarning xushallik puldan keladi, bilim pulga aylanganda ondan bilimdorlarning texmi ko'p bilim bergisi keladi degandek tahlillarni anglaymiz. Ammo xushallik rostla puldan keladi. Yo'q. Menimcha hargiz undaq emas. Men desamla hisobmi? Albatta undaq emas. Mening bu yakunimning bir ilmiy asosi bor. O bo'lsa-mu Harvard universiteti tadqiqotchilari uzun yil tadqiq qilib erishgan bir ishonchli tadqiqot natijasidir. Harvard universiteti Ruhiy kasalliklar fakulteti olimlaridan Robert Waldinger qatorliqlar ilib borgan 75 yillik Harvard cho'nglar taraqqiyoti tadqiqot turining izqo'g'lab tekshirish natijasiga asoslanganda ular 1938 yildan boshlab
724 nafar erning hayotidagi xushallik uchun eng muhim bo'lgan omillarni to'liq tafsiliy tashkilgan. Bu tadqiqotning kishini hayron qoldirgan natijasi shuki, kishilarning topgan puli yoki qanchalik muvaffaqiyat qozonganligi emas, balki ularning boshqalar bilan bo'lgan ijtimoiy munosabat to'rining sifati kishilarning xushal va sog'lom yashashidagi eng chong omil ekan. Bundaq yuqori sifatli ijtimoiy munosabat to'riga ega kishilar hayoti bo'yicha boshqalardan xushalroq yashagan, salomatligidan ozroq chatoq chiqqan va umrimi uzunroq bo'lgan. Aksicha, yana bir 309 ming kishini iz qo'g'lab tekshirgan tadqiqot natijasida ko'ngillik va yuqori sifatli ijtimoiy munosabatning kamchil bo'lishi kishilarning sog'lomligiga kunda 15 tal tamaki chekkandanmi, semizlik kasali va badan chiniqtirmaslikdanmi o'ta ziyonli ekanligi oydin bo'lgan. Bu tadqiqot natijasi nimani tushuntirdi? Oldi bilan ta'kidlaydiganim, ilm-fan natijalari hurmatlanishga, e'tirof qilinishga va bizning yakun chiqarishimizda asos qilinishga tegishli eng ishonchli manbadir. Jamiyatimizda nurg'un kishilar haqiqiy nufuzli ilm-fan tadqiqot natijalari bilan uchrashishi kamchil bo'lg'achqa, ilm-fanning bizga elib keladigan foydalarini to'liq his qila olmaydi. Nurg'unlar ilm-fan tadqiqotining zodi qandoq elib berilganligini bilmaydi. Aristotel necha ming yil ilgari mundaq degan: Platon men uchun bek sevimlik, ammo haqiqat uningdan sevimlik. Afsuski, ta hozirga kelguncha nurg'un kishilarimiz nufuzli ilmiy jurnallarda e'lon qilingan tadqiqot natijalarining bizning shaxsiy ko'zitishimiz va ma'lum bir dangliq shaxsning aytgan so'zlaridan texmi ishonchli ekanligini tushunib yetolmaydi. Hatto ilm-fan natijalarini g'arbning, sharqning deb o'ylaydiganlarmi bor. Shundoq bo'lg'achqa, ular ilm-fanga gumon bilan qaraydi. Ba'zilar hatto ilm-fan natijalari muqarrar holda xatoligi isbotlanadi deb qaraydi. Bu butunlay xato tushuncha bo'lib, to'g'risi ilm-fan faqat xato ekanligini isbotlash mumkinchiligi bor narsalarni tadqiq qiladi. Agar xato ekanligini isbotlashda statistikalik usullarni ishlatib mag'lub bo'lganda, bu yakun to'g'ri deb qabul qilinadi. Ba'zi tadqiqot natijalari faqat yangilanib, mukammallashib boradi. Biror yakun xato bo'lib chiqqan taqdirdami, yana bir texmi to'g'ri yakun vujudga kelguncha, ilm-fan tadqiqot natijalarining yakuni bizning qaror chiqarishimizdagi eng ishonchli manba hisoblanadi. Agar boshqalarga yordamim tegadigan bir hayotni yashamagan bo'lsam, hayotimga hech narsaning hech ahamiyati yo'q, deydi Angelina Jolie. Yuqorqi tadqiqot natijasiga qaraganda, xushalligimiz puldan keladi degan qarash xato. Shundoq ekan, biz nima uchun kechgacha pul tepishni ko'zlaymiz? Men nima uchun o'zini bag'ishlash ruhini ta'kidlayman. Agar ijtimoiy munosabatlarimiz bizning xushal yashashimizda shuncha muhim bo'lsa, biz qanday qilganda yuqori sifatli ijtimoiy munosabat to'g'ri qura olamiz? Sifatli ijtimoiy munosabatning ochqichi hargiz ma'lum muvaffaqiyatshunoslar, men ochqichilar yoki sizga qanday yashashni o'rgatib qo'yish uchun leksiya so'zlab pul topadigan, hamma yerni bir olgan muallimlarning qo'lida emas. Yaxshi ijtimoiy munosabat to'g'ri qurishga pul ketmaydi. Qilishmi tez emas. Faqat siz vaqtingizni hayotingizdagi muhim odamlarga bag'ishlash, pulni ko'zlamay turib jamiyatga bir kishilik hissangizni qo'yish orqali ishga oshira olasiz. Yana bir misol. Su javobini biladi degan atalmish tadqiqot natijasi bo'lib, nurg'un kishilar buningga bakma ishonadi. Buning xatoligini anglaganda bir qism kishilar nihoyatda beorom bo'lib ketadi. Ular buning xato bo'lib qilishiga nisbatan hech qanday gumoniy qarashda bo'lmaydi. Bu yaponiyalik bir olimning tadqiqoti bo'lib, uning bu haqdagi barliq ilmiy maqolalari saxta bo'lganligi uchun ilmiy jurnallar tarafidan qaytarib o'tilgan. Demak, su javobini bilmaydi. Su yaxshi gap qilganga chiroyli kristallanmaydi. Ham badanimiz suvdan tuzalgachga,
bu xil safsatani badanimizga, hatto ruhimizga bog'lab tushunishga, suvni g'oyibylashtirib, kasal davolaydigan narsa qatorida muomala qilishga bo'lmaydi. Xushal yashashda biz puldan bakrak yaxshi bo'lgan kishilik munosabat to'rini shakllantirishga muhtoj ekanmiz. Undaqda biz faqat aktiv energiya haqida to'xtamay shuar to'g'laydiganlardek xatoga, passiv ahvollarga ko'z yumib, haqni ayirmasdan kim nima desa shuni qo'llashimiz kerakmi? Yo'q. Meningcha haqiqiy xush ta'sir bo'lish, haqiqiy unumli bo'lgan boshqalarga real manfaat ilib kelishdan keladi. Shunga bu yilqi planlarimizning yana biri dal aktiv energiya deb ko'zni yumib elibla to'g'laydiganlar emas, ajr amgiki boshqalarga yetkazgan manfaatlar bilan aktiv kayfiyat hosil qilayotgan munavvar kishilar bilan tanishib, texnik sifatli ijtimoiy munosabat to'g'ri qurishdan iborat. Men pul uchun ish qilishdan bakrak bilmaganlarimni boshqalarga bag'ishlashdan xushallik topaman. Shunga bu yangi yilda pulni ko'p topmasam mayli, ammo boshqalarga bilimim orqali texnik ko'p manfaat yetkaza olsam deyman. O'zini bag'ishlash amaliyotda oliyjanoblik bilan o'zini unutib boshqalar uchun ish qilib berish deganlik emas. O'zini bag'ishlash bizga qimmatimizni tanitadi. Boshqalarga haqsiz, minnatsiz elib kelgan xushallik va yordamlarimiz hayotimizni qimmatga ega qiladi. Buningga bir misol olay. Men 2014-yili ana maktabim yakin 1-o'rta maktabda ustozlarimning taklifi bilan bir maydon leksiya so'zligil bordi. Borganimda bir qism o'qituvchilar mendan necha pul haq oldiganligimni so'radi. Men haq olmayman. Leksiya so'zlashim pul tepish uchun emas, desam, ba'zilar qattiq hayron qilishdi. Hatto ular qaysi bir leksiya so'zgan muallimning 5000 qo'y olganligi, shunga mening uningdan ko'proq pul talab qilishim kerakligini aytib, nasihat qilib ulgurdi. Men faqat ularning bu so'zlariga kulib qo'ydim. Oxirida bu qitimliq nishon va g'oya haqidagi leksiyamdan ta'sirlangan minglagan o'quvchilar mening leksiyamdan ilhom olganligini aytib, rahmatini bildirdi. Shu qitim bir yezi o'rta maktabga berib, o'quvchilarga leksiya so'zlab qaytganimda bir 10 yoshlik o'g'il bola mashinani to'sdi va eng yaxshi ko'radigan kompyuterdan 10 talni menga sunib, meni unutib qolmasligingiz uchun men eng yaxshi ko'radigan kompyuterlarni sizga sovg'a qilay dedi. Uningga rahmat aytib kompyuterni oldim-yu, ko'zlarim namlandi. Meningcha, boshqalarning chin yurgidan chiqqan bu xil minnatdorlikqa erishishdan ortiqroq mukofot bo'lmasa kerak. Bu xil mukofotning qimmatini hargizmi pul bilan o'lchagili bo'lmaydi. Boshqalarga foydasi tegmaydigan nurg'un millionerlar bu xil tuyg'uni ham pulga setib olmaydi. Shunga bu yangi yilda texnik ko'p bag'ishlash ro'yiga ega kishilar bilan tanishib, yuqori sifatli ijtimoiy munosabat to'rini qurib chiqish mening eng muhim planlarimning biri. Men gapni ko'p qilmay, eng yaxshisi Patarda videoluk blog orqali bu yozmamdagi sal to'mtoq nuqtalarda tafsiliy to'xtalish orqali bu planimni ijro qilishni boshlay. Oxirida yangi yilda hammalarga o'lib ketadigan jahonga nima uchun pul debla yashaymiz degan savolni tashlab maqolamni oxirlashtiray. Hammanglarga yaxshi bir yangi yillik plan tuzgadak va bu planlarni ijro qilgudek iroda tilayman. 31 dekabr Shanxay.